Başlansın. Bu iş onun pişigimi kep çıkmaydı. Bilallık iş, kılıp iş diyen bana bu şu. Bu nakma. Yakın saçlar tuttu. Nima? Yıkılarak çözüldüm ha. 500 bin. Onu ufturmay. Cimşit kaçmış. Hadi. Asqar aka. Yoqqa chiqdi. Ha? Tezden do'zaxona qaytib keling. Ma oynatak. Ulan da. Ana. Ayağınızdan ahvali bekleyedi. Hazır olmay et çakıratı. Ma'qul da ha? Bayqa ayol kim bo'ldi? Benim adam. Gidip. Hoca. Alqam. Turab bolam o'rnidan. Yuz ko'zingni yuvib, chayingni ichib olgin, ha? Birdan uxlovga uchu. Chapsan turib ketgin. O'z maktabga kechikib qolsan. Tura. Bo'la bolam, qo'pa o'rnidan. Chaqariq bo'g'in kechikib qolsa-jimi?
Kımırlama! Kulağını getir! Let's go! Dada? Dada? Hocam mı korkutturdun? Hocam! Bo'ldi qizim. Bo'ldi. Chiqib opang'izni oyoqdan. Ma'qul. Unchayni ichib olsin. Xo'sh, opa. Ay, Alqam. Turib turg'ina bolam. Mau nonni sumkangga sepib qo'yay. Qo'zg'on ochqan deyasan, a? Ma'qul. Tur. Yaqamni o'shab qo'yay, a? Voy jinim bolam. Tatliq bolam. Menga amdi. Alqam. Yo'ldan o'tganda diqqat qilgin. Muallimingning gapini anglajimi, bolam? Sening doim deygan gaping nushugu? Voyjon dada, tomoq tayyor bo'ldimi? Ha, mana qizim. Mening omoq malikam. Mana tomoq. Opang'izni uyg'otganmi qizim? Uyg'otgan. Uyg'ondingizmi? Ha, Yuz ko'zingizni yuvib, sizim choy ichib oling. mana hozir. Qizim, chaqqan ya. Kechikib qolmayli yana, ha? Vay. Kim o? Ering ketgandi. Ha, hozir ish qilmangdi. Men menda qoq saharda telefon qildim. Urg'inim bo'lmabdimi? Yo'q. Bo'pti. Bo'ldi. Gapni jiq qilmay. Konja keliba. 6-qavat. 13-uy, ha? Nima? Hozir nima? Qanday kelgin kelmayotamda? Yo'q, undaq emas. Ma'qul. Amsa hozirla boray. Bo'ldi demasa, saqlayman. Xo'sh. Ha? Yasinib. Nega? Ishqa. Ishqa? Ishqimi? Bu shundoq yasinib boradigan gapmiki? Ha? Yasanmadim. Sizga shundoq ko'rinib qolgan o'xshayman. Hey, bo'ldi. To'la gapni qo'yib, pulni chiqaver. Voy, nima pul? Kech pul deydi-kina. Nima? Tunugin tax maosh olding. Meni uqmaydi demsa?
Maaşını ağınımga ras. Lekin sizning haraq ichadiganingizgacha berdigan pul yo'q. Elim qo'shni qo'limlarga bir patma qarz olib ketdik. Uning ustiga bolani maktabda o'qitmasak, o maktabdan qolib qolmamdi. Ey, qilib qolmamdi, ha? Mening vaqo uni azaldan o'qitish xiyolim yo'q. Ha. Ertadan boshlab, ko'chaga chiqib maylamchilik qilsin u. Bu avvalimizda uni baribir o'qitamaymiz. Bolamizni o'zingizga o'qishsin demsiz. Meningcha uni o'qitqinim o'qitgan. Nima? Ey. Naqadar ekanman? Ha? Siz qanday bo'ladingiz? Naqadar ekanman? Qanday bo'ladingiz? Az gap qilib pulni chiqara. Voy o'tab bering. Ey, pulni chiqaryapti-ba. Sizga chiqib qolgan pul yo'q. Chiqaramsa. Obikim, undaq qilma. O'tinib qolay, undaq qilma. Pulni yeyolma, o'tinib qolay. Balani o'qish pulni yeyolma. Sizdan o'tinib qolay, obikim. Herkes undaq qilma. Evet. Balani maktabda o'qitimiz emas, voyjon. Obikim. Nima qilma? Texir. Men bilan tamamen deydi. Likchak. Şinjan Uyghur Abdunum rayoni vatanimizning ayrılmaz bir qismi. To'g'rimi muallim? Bergan javobi to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Şinjan Uyghur Abdunum rayoni vatanimizning ayrılmaz bir qismi. Bizning bu ulug' vatanimizda qancha millat bor? 56 millat. Hadi ko'tarib javob beringlar. Men javob beray. Muallim, men javob beray. Canım, ben geldim. Kiring. Direktor, buni qo'l qo'yib etgan bo'lsangiz. Aras. Siz chiqib Go'zal Nurga aytib qo'ying. U hozirla ishxonamga kirsin. U bugun ishga kelmadi. Kelmadi? Nim deb? Men bilmadim. Siz Go'zal Nurga aytib qo'ying. U kelganda meni ishxonamga kirsin. Bo'ladi.
Gelsin. Gel lan. Benim xeytim varmı? Yok. Güzel Nur. Güzel Nur'un materialini şanamga kirib bering. Ma'qul. Haraka. Hamma ish sizning deganingizdek ma'li. Yaxshi. Asqar bizning xabar qilganimizdan gumonlanib qolmas. Yo'q aka, bu ish uning tushigimi kelib chiqmaydi. Planlab ish qilib xish degan mana bu fikr. Endi sen berib, bugun kechdagi musobaqaga tayyorlik qil. Xo'p.
gap qilmaysiz-ku. Eringning zoti qanchalik puli bor? Hajab buni so'rab qoldingiz-ku. Men bilan uning pulini deb aralashmayotgansiz. Voy, menda pul kammi? Bunday so'rab qo'ydim. Shuni deyman. Hozirgi erlarga-ku zotli ishingili bo'lmaydi. Eringga-chi, eringim ishonmabsan. U mendek chiroyli ayolning bo'lganidan xush bo'lib yuradi. Agar uning pulini demasa, hargiz tegmaydim u yumshoq boshqa. Shundan qaraganda ering degan yeringdan tas chiqamayman qilishmoqda. Chiqasira, sana yetamdi. Voy, asqar kimma? Ha, gap qila. Yoqubni saqchilar tutib ketdi. Nima? Qachon? Akşam Nazgul'u öz yalqız o'ynayib turgan saqchilar kelib naq maydondan tutib ketdi. Hey, uning enisining ismi nima edi? Yalqon. Ha, bo'ldi. Kechki musobaqani ashu enis kelib o'ynasin. Sen hozir berib shu yerga ishlarni qilamizni yaxshi o'rlashtirib, anladingmi? Ma'qul aka. Nemish bo'pti? Hech qanday ish yo'q. Sen xotirjam bo'l. Güzel Nurada. Atdigan direktor sizni bek izlab ketdi. Bir ish bormi ekan? Shundoq jiddiy ishi bor o'xshaydi. Kaz darhol ishxonam kirsin degan edi. Men sumkalarimni qo'yib chiqay. Ma'qul. Xushmaysan-a, Guylansan. Hey. Ala? Qara. Bu istifa berdiganlar bermay. Men beramdimi? Men qara. Unda asos yo'q. Men o'zimning o'lishini elib, ondan kim bo'ldi qilaman. Xo'sha, ishtiqa. Qiziq gap qiladi ekansan, adash. Erkin Jujang bosh odam emas. Ondaq deginingga beramdi u. Ey. Men bag'on idoraga oz chiqaga odam emas juma. Töhbən bo'lmagan bilan, ha? Meni mal tatqan japoyim bor deyman. Ha? To'g'ri, oblikim rostaydi. Cho'qim berish kerak uni. Ha? Shu. Xo'sh. Ey, ma, shagan olganlar bo'lmay. Men bilamdikanman? To'g'ri, og'inam rost gap qildi. Ha, shu. Qiziq. Ala. Shundaymi ya? Xo'sh, og'inlar. Xo'sh. Kiring. Meni chaqirtganmidingiz? Ha, shundoq. Qani o'tiring. Bo'ldi, o'rtiraveray. Ko'zingizga nima bo'ldi? Hech nima. Qo'limni qo'yibding. Siz nima ish qilib meningda o'zingizni qochirsiz? O'zimni qochirmadim. Gap bo'z tezroqdan. Mening yana qiladigan ishim bor. O ishlaringizdan hammani qo'yib qo'ying. Men ko'p o'ylandim. Sizni kotiblikqa o'stirib, yinimga akil olmoqchiman. Nima? Agar siz ma'qul bo'lsangizlar. Yo'q, bo'lmaydi. Nimishqa? Men u xizmatning uydasidan chiqolmayman. Siz chiqa olasiz. Sizning qobiliyatingizning qanchalikligi menga ayon. Ma'qul deng-a? Bo'ldi qiling ay Muxtar. Elimiz shirkatda keynimizdan chiqayotgan so'z cho'chaklar osmi? Ular bilan qaringiz bo'lmasin. Ular og'ziga kelganni joylaydi. Hozirgi ahvolingizda alqamni o'qitishingiz tasga to'xtaydi. Siz buni obdan bilasiz. Ma'qul deng. Bu mening o'z vaqtida sizga qilgan xatoliklarimning to'liqlamasi bo'lib qolsin. Bo'lamdi, go'zallar. Ma'qul deng-a? Men o'ylashib, ondan sizga javobini beray. Ma'qulmi? Bo'ladi. Undaq bo'lsa,
Men sizden cevabınızı kütey. Tezroq cevap bering. Ma'qul. Yaşa kişik. Bir yakıyla. Küçük ballarına bu yaklaşık bombayla kalırını tutmam sen. İsmin ne mi? Alqa. Bilyatqa kızgınığa mı tutmam sen? Şunda. Ondaqda mektepten qaytib kelgandan keyin bu yerda manga ish teppa bo'lamdi. Bu yerda urug' chiqsa, urug' tizsa, hamma haqqini hisoblaysa, kunligingga 2 yuan deyman. Qanday? Sana texi ishtinsa, bilyat o'ynashni o'tib qo'yma. Bo'lamdi, ha? Ma'qul. Yaxshi eshitgan bu. Kalsın ya.
Asqarlar ben. Fırsat olsa yana tutuşup kalamazdık ha. Bugün yaman sert oldu. Ma'qul. Hamsa biz mangaş turlar. Ağanın kokunu sanço. Bu lakma. Güzel nerede? Yaxshimisiz? Oy, Farhat muallim. Keling. Yaxshimisiz? Qani, o'tiring. Alqam bormidi? Oy, nima deydigansiz ukam? U atdigan maktabga ketgancha texchi qaytib kelmadi-ku. U bugun maktabga kelmadi. Men uni atdigan yo'lga sap qo'ygan. Nalati yuradigandı. Men texi uni og'ir qolgan o'xshaydi debdiman. Yo'q. U bir qancha qatim bo'ldi, dars tashlab o'tdi. Shundaqmi? Uning ustiga dars natijasi tuvallab ketdi. Men balkim oilaning sababi bo'lish kerak deb o'ylab, sizlar bilan bir ko'rishmoqchi bo'lib, o'tib ketayotgash kirishim. Nima deydigansiz ukam? Men uni yaxshi o'qiyotdi deb shiribdiman. Bo'ldi, ko'nglingizni yermi qilmang. Bal qaytib kelganda yaxshi tarbiya qilib qo'yinglar. Bizim balani yaxshi yetaklaylik. Ma'qul. Deyiningizni qilamiz. Aras. Alqamning o'qish pulini ozroq keyinga surgil bo'ladimi? Buni qani qarab boqamiz. Hozircha o'qib tursin. Siz ortiqcha ansirab ketmang. Vaqtmi bir yak beribdi. Men qaytay edi. Tamoq assam, yetmoqsiz bo'lmadi. Bo'ldi, avar bo'lmang. Men qaytay. Quruqli chiqasizmi endi? Yoqay. Sizni avar. Hech qisi yo'q. Ma'qulamsa. Xo'shamsa. Rahmat. Xo'sh. Kim o? Kimni deysiz?
Kimni deysiz desen qo'y. Hozir chiqib ketgan Ezekni otib kim o? Voy, o Alqamning o'qituvchisi ekan. Alqamning o'qituvchisi? Ha. Yolg'onni qamlashtirishga ajab ustob ketibsan sen. Hey! Bu bilamayapman. Oblekim, nimandaq gapimga ishonmaysiz? O rostla Alqamning o'qituvchisi ekan. Ras Alqamning o'qituvchisimi? Rasma? Mana sizga to'xta. Xap. Yine kriminalına gör bakaya. Alqam o'qituvchisi deydi. Aval urug'ning markazi qaraysan. Mana, to'xta. Beli, mana bachlar. Yaxshi. Toptan orta, yanımda. Merkeziga uğramadan. Ana, bunda urdu. Oldindan urg'a vaqtidagi diqqatingni markazlashtirib o'ttirib ursan. Tushundingmi? Ha? Tushundim. Mana bunda. Batoshga urmoqchi bo'lsang, mayoq ursa. Batoshga kirgizmoqchi bo'lsang, atrab ursa. Ana, mana bunda. Ko'rdingmi? Ura. Uramadim. Gözünüzde için ha. Taksi! Tashqi kasalliklar bo'limi. Ha? Arzuguldan nizamsiz? Arzugulda telefoningiz. Vay, kim? Anlama. Ben Asqar. Hay, 2 kun bo'ldi. Isitmasam bu.
Sulaymonni izledim-ku. Yaqini sal aldirashib qoldim. Mana hozir sening yening ketadi. Chaqqan kiyimini almashtirib pastga tushib. Seni bir yerga olib borib, rosa bir o'yinib kelay. Nima? Hozirlama. Voy bo'lmaydi. Men kecha ishlaydigan tursam. Voy bir amal qilmamsan. Sen bilan maslahat ishlagan muhim ishlar bor. Rasman. To'xtab turgan-a? Mencha o'rnimga boshqa birsini qo'yib qo'yay. Aras, mashina tutib olsa, sen ochib qilib bersan jumi? Bo'ladi, jinim bo'ladi. Hammani men ochib qilib beray. Chaqaraq bo'l, ha? Men yening kelib qolay dedim. Ma'qul, xo'sh. Keselning ahvoli ancha og'ir emas. Bosh qismi zaxmlanibdi. Ustaxonning ahvolini rentgen orqali bilamiz. Tekshirish natijasini yozib beray. Past tushib rasmiyatlarni o'tadi. Bo'ladi. Aras, siz bemorning nemisi? Men uning yaqin do'sti bo'laman. Eng yaxshisi ota-onasiga xabar qilib o'ting. Ma'qul. Texçe işten tushmadingizmi? Yana ozroq ish qolgan, shuni to'kitib qaytay degandim. Bo'ldi. Hammani chig'ishtirib o'ting. Qolgan ishni ahd qiling. Men sizni uyingizga olib qo'yay. Hisobot qilamsiz. Ha. 780 qo'y. Ha? 780 qo'y. Bo'ldi.
Bo'ldi. Seni qaytib kel deydi. Dilnarning uydagilar keldimi? Telefon qilsam elinmidi? Abla, uning dadasining telefon nomeri bormi? Muxtar kamningmi? Ha. Men yetib beray. Ana. Rahmat sizga. Rahmat. Vay. Kim? Vay, Muxtar kammi? Ha, men Muxtar. Qanday ahvolingiz? O'zingiz kim bo'lasiz? Men Dilnarning do'sti. Ha, meni izlaydigan bir ishingiz bormidi? Siz bek o'tib ketmang. Qizingiz nima? Qizimga nima bo'ldi? Qizingiz yenik darajadagi mashina vaqasiga uchrab doktorxonaga kirib qoldi. U hozir bolnista. Mashina vaqasi? Qaysi doktorxonada? Ikkinchi doktorxona, tashqi kasalliklar bo'limi 3-qavat. Ma'qul. Men hozirli boray. Bo'ladi, xo'sh. Dilnar bir ish bo'ptimi? Mashina vaqasiga uchrabdi. Telefon qilsizmi aka? Ha. Bola nerede? Bolnista. Ha? Alqam? Sen bu yer neymiş qilsa apa? Bu sizning o'g'lingizmi? Ha. Ay, Alqam! Dada. Qizim. Sizga hech nima bo'lmaganmi qizim? Menga hech ish bo'lmadi dada, xotirjam bo'l. Hech nima deysiz-ku. Qani shu sizni cho'qib o'tgan shopir. Men hech nimani bilmayman. O'shim kelib qarsam, mush doktorxonaga yetibdiman. Haras. Men bir bola qutqizayotgan-ku, o bola qani? U bola ketib qoldi. Ketdi? Ha. Apangiz yo'q qizim. U tekkanmidimi? Apamni bilmayman. Telefon qilsam elinmidi. Doktorlar nima deydi? Rentgendan javob etiq chiqmadi. Bu mening xizmatdishim Güzelnur bo'ladi. Xeyli yaxshi qoldingizmi? Ancha ig'ir emaskan. Men bu yerga rasmiyatlarni o'tayday. Bo'ldi Muxtarga, pulni bayatdan qabul to'layapti. Nima? Bayatdan qabul? Ha. Әмісі Қахар ағымыздың бүгінгі мау соғынымыз қадам тәшіріп қығылығыны тәбірләп, әміміз бір қадақ көтіріп тәйлі. Кені, қожа. Саламет болула. Кені. Қызла. Кіші
Şıtala. Asqar, uzun vaqtda seni bilan tutishib boqmag'ili. Sen bilan yana bir qatim o'ynab boqayım ekan deyman ha. Çatak yok aka. Vaqtini o'zing belgila. Bu qatim cho'mroq o'ynasak ekan deyman. Qizlar, Qanchalik? mening mushu ko'ngil ish saringga ko'zim tushyapti, Juma. Shundaqmi aka? Soat qanchalik o'ynaysiz? Ellikmi? 500 ming. Nima? Chaqchaq qilyapmaydigan sen aka? Hay, gap. Men qachon chaqchaq qilib boqqan? Yeningdagi puling yetmasa, mana bu ko'ngil ish saringni ko'rib qo'ysang bo'ladi-ku. Tutib olsang million rupiya ketamsadi. Harika. Ben o'ttaraq bir o'ylashib, ondan javobni bering. Bo'ladi. Men hargiz oldirmayman. Lekin bu da axir o'stiraylik, Juma. Bak, qanamsa. Buni dikkan ishlarimizdan yaxshi bo'lish uchun, xo'ja. Hammalarning salomatligi uchun meni ko'taraylik, xo'ja. Sizning baktali ekan. Rasmga qaraganda ustixonning sungan ahvoli yo'q, lekin yumshoq muskulning zaxmlangan ahvoli bor. Bir necha kun balans diyet davolansa saqayib ketishi mumkin. Rahmat sizga, doktor. Ma'qul. Ay, doktor nim deydi? Bir necha kun balans tetib davolansa, cho'qim yaxshi bo'lib ketadi deydi. O'g'lingiz bizni xato tushunib qolgandek qiladi. Shundaqdek qiladi. Lekin xotirjam bo'ling, mening o'g'lim bek aqlli. O'zim tushuntirib qo'yaman. Haras, qizimizga tushuntirib qo'yingchi-mi? Bizni xato tushunib qolmasa yana. Xotirjam bo'ling. Men qizimga obdan tushuntirib qo'yaman. Jiro, men sizni olib qo'yaman. Yo'q. Bo'ldi, siz turib qiling. Men o'zim ketaveray. Hay, Güzelnur. Agar bir ish bo'lib qolsa, cho'qim telefon qilingchi. Ma'qul. Ama millerden ola. Millerden ağaç tatmalar. Asqar, kela. İkimiz birlikte çıkıraylı. Niyetlerimizden baldırak amelge iş için. Şey. Voy, Qandaq ahvolong seni maqolamay turgan adash, ha? qaysi shamol uchirib keldi seni bu yerga? Hojat shamoli. Yaqin kela. Birdan turib turg'in, ha? Mening sana hojitim tushib qilib, bu yerga izlab keldim adash. Yaqindan beri yo'qolib ketding-ku. Tek aldirashmi ya? Nimaga aldirash deysa? Kunlarim bilyard o'ynash bilan o'tyapti. Bilyardni tashmabsan-da. İkimiz oyunumu qilib bir necha yil bo'lib qoldi. 2-3 yil bo'lib qoldi. Balki. Texmi ustop ketgansa, qachon? Yo'q adash. Sanchilik o'ynayolmayman. Bo'ldi, kam tarbiya qilma. Bir aql tutishmandiq ya. Chatoq yo'q. Sen cho'cha. Avqa. Nima ishdan vaqtdan anglab boqay. Ancha cho'ng hojatmi emas adash. Sening uyingda bir qancha kun yetib turay degan edim shu. Bo'lamdi ya. Mushu ishmidi? Ben de hemen qarz pul so'raydigan o'xshaydi, yurkim chiqib ketibdi. Chatoq yo'q adash. Shuni qaraganda uyingdagilardan birini dishib qolmoqchimiz? Yo'q.
faqat sen bilan mung'ishay degan edi. Hoş geldin. Al balık Kemal. Tanımaydı Kemal. Burun saati git bakma. Onu çakır. Hazır olma. Hazır olmay et çakıram da. Nakol. Alamet oynaydigan bu bilipsen cima. Nerede ne adaş? Mağam o beret al vurup koy. Aşkım çakır. Çıkar. Hazır mı? Bak. Nege? İkimiz çakırıyız. Makul. Hadi yukarı koyduğunla. Benim ismim Efkat. Muşu Sarayı'nın hocayını. Bu ya Kahar. Kaçlı iş soğudu giri. Biz tanışıp kalaylık. Boludu aka, çatak yok. Benim ismim Elqab. Bu ağanemin ismi Turgun Boludu. Bilyatni pek yaxshi o'ynayotgansiz Efkat. Yaka aka. Ancha-muncha o'ynab qo'ymaysiz shu. Efkat, nima ish qilasan? Men hozircha beka. Ha, yaqinda ish topmoqchi ekansan-da, ha? Bunda qilaylik Efkat. Mening yanimga kelib ishla. Muashingni o'qdan beraman. Qada. Men o'ylash baqaymiki. Bo'ladi Efkat. Bu mening sim kartoshkam. O'ylash bo'lib, menga telefon qil. Bo'ladi. Ma'qul aka. Qani, amsa yangi mehmon bilan do'stlik qilganligimiz uchun hammamiz bir qadaqni ko'taraylik. Qani. Hoca. Sen ağaç oturun la. Satma la. İlana. Ne kadar? ishqa Mush kashvoqcha kim bilan ishlading? voy nima deganingiz u Hey, meni bilmaydi dema. Buyoqqa direktoring bilan nima ish qilganliging menga ayon. voy odamga bir to'kmat chaplamang. Biz degan xizmatdosh xolos. Uning ustiga bizni oylik so'ndirayotgan ajr ozmi? Nima? Hey, seni ishi mashinasi bilan olib akatgina yordammi? Siz Yana mendan bakarak o'kiraysan-ku. nima deganingiz kastabering. Ish qilibman sizga. Bolamizga 100 kilometr ish qilmadim. Hey, sen idorangdan mashinada mengib menda 2 soat keyin kelding. Yana nima demoqchisan? Bu buzoq. voy nima deganingiz bu? Nima deydigansiz abdikim? Muxtar bilan ikkimiz doktorxonaga bordik shu. Doktor bilanmi? Ne bo'lding? Doktorxonagami? Abdikim! O'ylan! Muxtar bilan doktorxona deydi.
ha? Güzelden. Qarab baqsa, yaqinni bu yoq o'zgarib qolganda qilyapsiz. Bundaq emas. Sana aşındaq bo'lib qolgan o'xshaydi. Doktor, ayolımның ahvali qandaqroq? Ayolingizning ahvoli bek ig'ir. Meningcha qattiq zaxmning qon tushish alamati bor. Hozircha o'shiq kamida bir necha kun davolash ib boramiz. Agar bo'lmaganda operatsiya qilishimiz mumkin. Ideja ter qo'yib, jo'rtmamni rasmiyat yutdi. Ajab, ichim siqilib ketadi. Qaytamdiq. Biraz aylanaylik. Kimde ketdi? Bu kechda men dadamdan boshqa kim telefon qiladi adash? Amisi nima qilmaysa? Bo'ldilar. Pul so'rab urganda vaqtcha. Jira, aylanaylik. Arzgulma? Kim o? Ben Muhtar. Ha? Muhtarım ha? Ha? Bu kızınızın maşını sokuyorsa siz demiş ki yürüysen. Nima? Dinlarning maşını sokuydikdi mi? Ha? Kezden doktorxona qaytib kelam. Ma'qul. Dinlarning maşını sokuydikdi. Men berib kelay. Direktor, güzel bir adam balınız kırqadı. Nima bo'ldi? Uqmadim, anglashimcha xiyla og'ir ekan.
Yaxshimisiz? Gul olamsiz? Qani, o'zingiz tanlab oling. Bu gul qancha pul? Bu gul 35 so'm. 35 so'm? Boshqasini ko'rib baqay. Ha, bo'ldi ekan. Bu 40 so'm. Boshini olay. Qizitmam yenibdimi? Apelsin yegingiz bormi? Sen yegini tamikmikan? Alqan, qanday ahvolingiz? Yaxshimisiz? Meningda jiq narsa akilatdingiz avaro. Sizlar paranglashib o'ldiringlar. Men bo'limga chiqib kiray. Qanday ahvolingiz? Yaxshi-ku, o'zingizchi. Men xeyli yaxshi yo'qoldim. Yaqindan beri yo'qolib ketdingiz-ku? Men ba. Bayıq ayol kim bo'ldi? Mening opam. Ha? Haras. Akşam meni doktorxonaga siz keldingizmi? Ha. Baştan sizni tanımabdı ekanman, keyin tanib oldim. Shundaqmi? Kichik vaqtimizda eski bolalar bo'lsak qilsa, doim siz meni qutqizib olatdingiz, ha? Tuniga yana bir qatim qutuldiryapsiz. Qiziqish. Alqan, hozir nima ish qilyapsiz? Men hozir bir ko'ngillikchi sariyda ishlayapman. Yaxshi-ku. Ko'ngillikda qachon? Ha. Siz balnisdan chiqqandan keyin sizni olib o'yintib akilaman. Rasman? Ajab yaxshi oldi. Mening yana azroq ishim bor edi. Men mangay. Birdan o'tiring. Bo'ldi, qaytay. Men ati balnisdan chiqaman. Sizni qanday topaman? Bana telefon qilsangiz bo'ladi. Nomerchi? Yezib beray, ha? Qo'limga yezib bering. Unda bo'lsa sizga cho'qim telefon qilamanchimi? Bo'ladi. Ben qaytay. Maqulsa. Unda bo'lsa yo'qolib ketmang, ha? Maqul, xo'sh.
Sen bu yerda nima ish qilsan? Men bu Yuqilala ko'zimni menga. Bunaqa musobaqani cho'qim ching tutaylik. Shu emasmi? Qahhor degan bu yomahadni eshib ketdi. Asqar aka. Yo'q, kim chiqdi? Mana chiqibdi. Asqar aka. Chiqdingmi? Mashina chiq. Yoqubga. Chiqay.
alam Ey nigoh sevemdin kütermen seni Rakipler cinimga salsımı capa Evlenmez muhabbet kütermen seni Rakipler cinimga salsımı capa Evlenmez muhabbet kütermen seni Bak sevdim men üçün bulgaçqa sibi Küllerge rakipmen seni çınarmen Bak sevdim men üçün bulgaçqa sibi Küllerge rakipmen seni çınarmen Sen özüm tilagim var Akidem şu menin kütermen seni Ümidim sen özüm tilagim var Akidem şu menin kütermen seni Şekerden azırak söyledin ha? Selam. Rahmet. Dilnar. Ben sizge bir gapni etsam xafa bo'lamsiz. Mayli siz nemiga demang, men hargiz ranjimayman. Ras xafa bo'lmaysiz a? Xafa bo'lmayman. Men sizning opangizni 7 yulduz ko'ngilchi sarayning xo'jayini Asqar bilan ko'rib qoldim. Xato ko'rib qolmagansiz? Yo'q. Nahayt aniq ko'rdim. Jazmlashtira olmayman. Siz nima demoqchi? Siz meni xato tushunib qolmang. Men opangizga ko'yinib shundoq deyapman. Ular eski odamlar. Siz mening opamni o'sha eski odamlar bilan o'rlashibdi demoqchimi? Undaq emas Dildor. Siz yana meni xato tushunib qolibsiz. Siz cho'qim xato ko'rib qoldingiz. Mening opam hargiz undaq eski ishlarni qilmaydi. Siz cho'qim xato ko'rib qoldingiz. Dunyoda bir-biriga o'xshaydigan ayollar ko'p-ku. Shundaqmi? Balkim shundaqdir. Haris. Mening opam bilan sizning dadingiz xizmatdosh o'xshaydi, ha? Shundaqmi? Opangizning ismi nima? Go'zalnur. Opangizning ismi Go'zalnurmi? Ha? Nima bo'ldi? Opangiz hozir bangisdimi? Nima? Dadamning deyishicha, opangiz 3 kun bo'lib o'shiga kelmagili. Hozir operatsiya qilish oldida ekan.
Nima deyapsiz? Qaysi doktorxonada ekan? Ishkin doktorxonada ekan. Qedemese, Yaqub elimizden salomat çıqqanlığı üçün bir qadah götürüp deyli. Hoca, hemimizden salametlik üçün. Hoşa. Hoş. Yaqub'ka çık çapa çektin. Bir neçə gün otdan armeli özəңni yaxşı oңuşu var. Keler hepte Qahar bilen boğan moyun bir meydan musabıqı var. Bu oyun nahaydı çok. Utuş utmaslık. Sağılı bağlıq Ufka. Kolum köksümde aka. Siz bulmagan bolsanız, mening bundaq baldırı çıkışım natayn edi. Bu qatdan ben çoxum ulanı utuş üçün tirişimen. Siz xatirjam bulun. Yaxşı. Muşu bir eğiz gitmen bolsa, ben xatirjam olaman. Eğer bu meydan oyunda utup çıktıgan bolsan, ben seni uftan razı kılıman Ufka. Hoş. Gene. Ale. Salamet bol. Hoş. Gene. Ağaç oturun. Sizler bilin lan. Bu arak bolu diken ha? Gene. Fukula. Sizler inşallah. Salametligimiz için. Gene. Aka, hoş. 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 Götür Allah. Gene. Sen neyle la? Ağaç oturun la. Tatma la. Baba. Canım baba. Gözünü aşkına canım baba. Baba. Elkan bo'ldi qiling. Gözünü aç baba. Apangiz cho'qim yaxshi bo'lib ketadi. Canım baba. Erkan sizni doktor chaqiryotidi. Siz chiqavering. Kiran. Yaxshimisiz doktor? Men Güzel Nurning o'g'li bo'laman. Opamning ahvolini o'qib boqay deb kirgandim. Qani o'ltiring. Apangizning kesili intayin ig'ir. Menga sizni qon chiqishga boshlabdi. Operatsiya qilishni o'ylashyapmiz. Qancha baldır bo'lsa, shuncha yaxshi. Lekin dadangiz pul izlayman deb hozirgacha qaytib kelmadi. Muxtar boshliq bergan 15 ming yuan pulni ishiltib bo'g'ili xeli bo'ldi, lekin davolashni to'xtatmadik. Siz eng yaxshisi pulning ilojini qiling. Bo'lmasa opangizning hayotiga xavf yetishi mumkin. Rahmat sizga doktor. Mağın qıqan yardımыңlarga köptün köp rahmet. Qani, bir qadah götüreyli. Hemimizin salametlik üçün. Hoca, qani. Qani ballah. Onun bunun da ağaç oturunlar. Qani, ilanlar. Ağaç oturunlar. Oy, biz
Bizning bilyardchi inimiz kelib qapti go. Kenefka, o'tira. Kela. Ha, o'rnini tata. Tatash, uning bilan qo'y. Men ishmay aka. Ha, ishni bo'lmaydi aka. Bir ish bilan kelganmisan? Ha? Bir ish bilan keldingmi? Shundaq aka. O'tganda sen degan hali qishni o'ylashib bo'lgan edi. Shunga seni izlab keldim. Qaysi ishindaysan? Ajab, esimga olmay o'tman go. Seninkida ishlaydigan ishing-chu. Rost, endi esimga keldi. Sana shundaq bir gapni deganda qilib o'tatdim. Uka, biroq mundaq gap ina uka. Hozircha mening odamga ancha ehtiyojim yo'q ina uka. Qara uka. Odamni ko'rdingmi? Seni kelmasmikin deb o'yla uka. Shu odamni qabul qilibdi men degina. Meni kechirgin uka. Meni kechirgin. Qani, isha, xo'sha, ishibda, aroqni ishibda. Men ishmay aka. Bo'ldi, men qaytay. Xo'shamsan. Uka qaytamsan? Xo'sh. Uzatdi do'q. Qani. Ağaç oldurunlar. Qani şey. Selametliginiz üçün. Qizingiz hech kelmaydi go. To'g'ri, qizingizni o'zingiz bilmisiz, men adim bilay. Qandaq yigit? Biz yana uchrashib qoldik, ha? Siz hali qashti savdogari-ku. To'g'ri. Lekin hozir emas. Kecha.
Mening gapimga kirsang, hargiz jon tatmaysan. Yoqutni ufsang, men muftixon bo'laman, sen muftixon bo'lasan. Shu vaqtda opangni qutuldirib olaysan. Ha? Bo'ldi fikam. To'la ko'p o'ylamay, men o'ynab bergin. Bo'lamda? Ha? Ma ishing bo'ladi mana. Qani, to'g'riga to'g'ri. Qandaq, Asqar Loban. Hayron qilyapsizlar? Tayyorlik bitgan bo'lsa, boshlamayman-da. Chatoq yo'q. Sizlarni saqlab, ko'zimiz to'tib ketdi. Qani. Boshlaylik. To'xtab turinglar. Oldulab, ma'lumga bir qo'l qo'yib o'tam. Mana qalam.
Yaxşı. Kechirasiz, Asqar efendi. Ko'z ilmagan cho'moq degan mana shu. Men ata bu saroyni o'tkazib olaman. Tayyorlik qilib qo'yasizlar. Yuralar. Qandaq mağımız bola? Mashina ib kelgandim. Ha, mashina ib keldingmi? Mashina chiqay. Bey. Bey. Arzugul mu? Ha, men Asqar. Siz hayatmi? Men bilib faqat chatog'ingiz bo'lmaydi ekan-a sizni. Mana telefon qildim-ku. Yaqindan beri sal aldirashib qoldim. Uning ustiga seni azdar deb telefon qilmagandim. Asqar. Men faqat chidamadim. Meni bu yerdan ib ketdim. Tinib qolay. Xotirjam bo'l jinim. Men bu mushuk ishni o'g'irliq sen bilan maslahatlashay deb sana telefon qilgandim. Ma'qul. Ha, bo'ladi. Unda qolsa biz ko'rishaylik. Ma'qul. Nerede görüşümüz? Ko'nijat ko'rishaylik, ha? Unda qolsa telefonni qo'yib etdim. Xo'sh. Oy bu kimning mashinasi bola? O'zimning mashinasida o'tiraverapman.
Uyga apa. Uyga? Ha? Aşk gönülde bir ırmak akar sonu dosta varmak bir yemin o bir ümit ta gönülden aşk gönülden bir Asqar. Nimandaq mağın telefon qilmaysiz? O'tira. Behmi sığındım. Josh geç oldu. Qani, çay iç geç oldu. Kira apa? Voy voy. Voy bu kimning uyi balam? Bizning uyimiz apa. Ha? Nima? Bizning? Yeli mashinani bizning deysa, yeli bu uylarni bizning deysa. Canım balam, mening xo'plik ko'takchiligim yo'qchimi? Voy apa. Sen texicha menga ishonmay o'tamsan? Ben bu uyni, mashinani o'zimning emgak kuchimga tayinib topib olgan tursam. Canım balam, sana bu ishinaman, lekin hozir jamiyat qalayimqan bo'lib ketdi emasmi? Xotirjam bo'lgin apa. Ben cho'qim sening degan yeringdan chiqaman. Sana bu ishinaman canım balam. O'ltir apa. Voy voy, nima degan hashamatlik uylar ha bu? Oy. Voy. Nima degan yumshoq. Sen o'ltirib turgin. Ben choy damlab kiray, ha? Ma'qul. Voy tova. Sen hozircha mening gapimni angla. Mening pulim chatga chiqqanda hech nimaga dalda bo'lmaydi. Sen hozir ma'qul deb o'zingning hamma pullarini ep chiqqan. Sen bu yaxshi turmush kechirishni o'ylading-ku. Lekin men dinlarni tashlab ketamayman. Uning mendan boshqa hech nimasi qolmadi. Bo'lmasa, unimi billa ip ketaylikchi. Qandaq bo'lamdi? Saran qaldingmi? Sen uni bekib cho'nqib qo'yding. Endi u o'zining yo'lini o'zi topa oladi. Uning ustiga dadisini qilgan pullar uning umr bo'yi xejishga yetadi. U agar ikkimizning ishni bilib qoladigan bo'lsa, ikkimizning ishini buzadi. Bizmi ketamaymiz. Biz uni uftirmay, jimsiz qochamiz. Hadi. Apağının haletini obdan xabar al. Sizlarga yuzkilanmayman. Haqiqat qilsinu alam ay nigoh sevamdin kutarman Ama hakikaten beni kechirishingdan umid qilaman. jinimga Hoş. Dada. Abiki. Dada. Dada. Abiki. Dada. Abiki. Solsunu capa Öğrenmez muhabbet vermez
Açqası bilərmən seni Ümidim sen özüm Diləyim o Kucaqlap hicranda Tənha üzümü Gəlsi bir xəbərlər Arman nimədə Kütərmən Ey nigar kütərmən seni Gəlsə bir xəbərlər Arman nimədə Kütərmən Ey nigar kütərmən seni Derman seni